Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda HTML haqida gaplashamiz. HTML bu veb-saytning skeleti hisoblanganini o'tgan safar gaplashib o'tgan edik. Saytimizda matnlar, rasmlar, tugmalar va boshqa elementlar HTML yordamida yaratiladi. HTML orqali brauzerga qaysi ma'lumotlar qanday ko'rinishda chiqishi aytiladi. HTML ning tuzilinishi, ya'ni HTML strukturasi. Har bir HTML hujjati asosan ikki qismdan iborat bo'ladi. Head qismi va body qismi. Har bir fayl doctype HTML bilan boshlanadi, keyin HTML tagi yoziladi va uning ichida head hamda body joylashadi. Head qismi nima? Head qismi foydalanuvchiga ko'rinmaydi. Bu qismda sayt haqida texnik ma'lumotlar yoziladi. Masalan, sayt nomi, char set, CSS ulash, meta taglar. Misol uchun title'ni ichiga yozganimiz mening saytim yokida har bir saytning nomi yoziladi. Bu yerda title saytning brauzerdagi nomini chiqaradi. Body qismi esa foydalanuvchiga ko'rinadigan asosiy qismi hisoblanadi. Saytdagi matnlar, rasmlar, videolar, batnlar hammasi body ichida yoziladi. Mana do'stlar, bugun biz sizlar bilan har qanday professional veb-saytning asosi va poydevori bo'lgan HTML, head va body strukturasini to'liq tushunib oldik. Ko'rib turganingizdek, front-end dasturlash unchalik ham qiyin emas. Keyingi darslarimizda ushbu skeletni ichini chiroyli matnlar va elementlar bilan to'ldirishni o'rganamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, savollaringizni izohda qoldirishni va eng muhimi, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha kod yozishdan to'xtamang.